Eski domlardan bo'lsa ham faizli, shinam va narxiga arziydigan variantidan bo'lsin deganlarga bitta zo'r joy topib qo'ydim. Nima deysiz? Puliga arziydimi, yo'qmi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirasiz. Narxini esa videoning oxirida aytib o'taman. 3 xona 4 xona qilingan. Umumiy maydoni 63 kvadrat metr tashkil qiladigan. Pishiq g'ishtdan qurilgan 4 qavatli domning 4-qavatdagi ushbu xonadonimizda mehmonxona, sanuzel, oshxonani balkonga olib chiqishgan va uni ovqatlanish xonasi qilib qo'yishgan. Undan tashqari esa kattalar va bolalar yotoqxonasi mavjud. Isitish tizimi kotel o'rnatilgan. Gaz, svet, suv kanalizatsiyalari mavjud. Tashqi romlarni to'liqligicha akvaplast romlari o'rnatilgan. Asosiysi remont holati yaxshi. Bemalol 4-5 yil sizga xizmat qilib beradi. Hovli qismida esa parkovka va bolalar maydoni ham mavjudligi albatta har bir xonadon egasini quvontirishi aniq. Eng qiziq joyiga keldikmi? Narxini egalari 35 mingdan kelib turishdi. Sizlar uchun talashib, tortishib 32 ming dollarga tushirtirib reklama qilib yana kelib turib, ko'rib, sizga ma'qul kelsa, ozgina narxini kelishsangiz ham bo'ladi do'stlar. Do'stlar, ushbu xonadonimizda egalar raqami ekraningizda turibdi. Siz uchun talashib, tortishib, narxini arzonlashtirib reklamaga qo'ydim. Kelib, ko'rib turib, o'zingizga ma'qul keladigan bo'lsa, yana ozgina narxini tushirtirsangiz bo'ladi. Albatta sizga ma'qul kelgan holatda. Manzilimiz Farg'ona shahar Shodiyona mahallasida bo'ldi.